9 ta o'g'ildagi 8-farzandman men. Hamma narsaga nimasi bor, layoqati bor. To'xta buni boshqa kasb egasi qilaylik, shuncha san'atkor yetadi deb rahmatli onam bilan shu hoji otam maslahatlashib meni usta duradgorchilikka qo'yganda. Ha. Usta duradgorchilikka 9-sinfdan borganman. O'qishga borganimda birinchi o'sha sentyabrdagi birinchi o'qish kunida o'sha san'atkorlar yig'ilib, o'sha yerda konsert berib, meni ko'rib qolib, Alijon ikkita ashula aytsin deb meni chaqirib olgan. Chiqib turib ikkita ashula aytganimdan keyin o'sha darsga kirsam, domlalarim, "Sen to'ylarga ham borasanmi?" "Ha, to'ylar. Biz to'yda o'tkazib ber. Biz to'yda o'tkazib ber." Faqat to'yga yurganman. Baribir shu san'atda orqasidan ketdim-da. Aha. Endi Qarshiga o'qishga bordim. U yoqda tugatgandan keyin paxta masalasi bo'yicha bizni u yerdan o'qishdan haydab yuborishdi. Keyin men o'zimcha ijod qilib, audio kaseta chiqarib, ommaga tarqatdim. O'sha 16 ta yozgan ashulam bizni Yakkabog'imizda ommalashib ketdi. O'zim 18 yosh edim o'sha payt. Qarang, u paytda haligi kasetaga ovoz yozish bo'lardi, lentali kasetaga. Ha. Uni ham nima qilganmanki, bir to'ylardan ozgina yiqqan pulimga bir buqa deymiz-ku. O'shani bozordan sotib olib kelib, bir 3-4 oy boqqanimdan keyin qish mavsumi edi. Bir sozanda Botir aka, Normurodov akamiz aytdilar, "Alijon, sen yaxshi ijrochisan-da, o'zingda alboming chiqaraylik. Tayyormisan?" Men dedim, "Uyda dedim, yozib yotibman, she'rlar, o'zim qo'shiq qilyapman." Buqa boqayapman dedingizmi? Buqani bilmaydi ular. Keyin pul kerak dedi. "Qancha?" dedim. "Endi bu sozandalarga berishimiz kerak, apparaturaga, keyin ovqatlanishimiz kerak. Baribir xarajatsiz bo'lmaydi" dedi. "Bo'ldi" dedim. Bozorga o'zim olib chiqib, olib kelgan buqamni sotdim-da, o'sha audio albomni chiqarganman. O'sha audio albomim menga hayot yo'limni ochib bergan. Qarang. O'shanda rahmatli amakim yaratgan, butun O'zbekistonimizni sevimli qo'shig'i bo'lgan Bahor gemni, "Sen bahorni sog'inmadingmi" qo'shig'i Ikromjon Bo'ronov mana ustozimiz ijro qilganlar. Mana shu "Sen bahorni sog'inmadingmi" qo'shig'im o'sha audio albomda bor edi. Ko'plab 16 ta ashula o'zim 15 tasini yozgan bo'lsam, o'shani ichida "Sen bahorni sog'inmadingmi" bor edi. O'sha eshitib ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhammadjon Shokirov bizni tumanimizga, qo'shni tumanlarga, litseylarga, maktablarga konsert uyushtirib borishganda, bu mashinaga o'tirib ko'rgan, bitta bola qo'shig'i, "Kim bu bola?" desa, bir yosh bola, shu Isoqovlardan desa, keyin ustoz aytganlarki, "Bu bolani joyi Toshkentga olib boringlar" degan. Men shu kaseta orqali shu buqani sotib mashinaga hayot yo'lim ochilishi shunday bo'lgan.